Oy. Rostdanmi? Mana xalqdan so'ra kecha bilet oldi efirda. Mayli. Bos. Mana so'ra, odamlardan so'ra. O'zbekmi o'qizcha? Yo'q, Ha. qirg'iz. Birlashgan millatlar. Bundan, shundan. Hammasidan ozgina. Oxirgi marta so'rayapman. Boraymi, yo'qmi? Onasini inson gapirayotgan gaping qara. Nima qilasan bu yerda? Ishlarni qilaman deb o'tiribman. Men o'zim qilaman, ovqat pishirishni bilaman. Men o'ta erkak yoniga bir yordamchi bo'lmoqchiman sizlarga. Shu borib Bizga yordam kerak emas. Uyni yig'ishtirayotgan o'zi ishchilari bor. Ertalab uyg'onsa, turgandan keyin kelib uylarni yig'ishtirib ketadi. Men o'zim kiyimlarni chiroyli qilib taxlab, uchuq qilib, yangi uyni Kiyimlargacha taxlab, qozon, tovoq, kosalarimizgacha yuvib, musorlargacha olib, tualetlargacha tozalab chiqib ketadi. Yo'q, hotelda shundayda, uyda unday emas. Uyda o'sha men. Uyda ham ishchi sotib olamiz, bir $500 beramiz, oyma-oy. Men o'zim boraman, $500 kerak emas, begonaga ketmasin o'sha pul men kelar. O'zim boraman, xavotir olmanglar. Hozir men bilet qarayman. Yo'q, to'xtang, rost nima qildi? Migrofga qilaman deb o'tiribman men yerda. Yaqinlashma. To'xtab turing, bilet Dubay. Hozir. Mana hammani shunday ochib qaraymiz-ku. Buni qara. Da, oqshomga olamiz, kechasi uchaylik. Bugun chisa 7mi? Ha, 7. Shokir ovqatsiz. Cho'pachalik oxirgi marta o'zimiz. Bu nima deyapti? Rostdan aytyapman. Yig'ishtir, Mana. Mana. Men ko'rishmayman deganingiz uchun ham men boryapman. Hozir kiyimlar taxlayman, yozda kiyimlar olyapman. Yig'ishtir. Yo'q. Aha. Shokir, cho'pi qilib nima yeylik? Qalampircha chizmoqchimiz. Tamanni qilaylik. O'zim bor chiroyli ovqatlar qilib turaman, hozir yeb turinglar. Baloni o'qini qilasan, jinni bo'lma. Nima jinnilik? Bir insonga men aytda yigitlarga men yordam uchun ketyapman. Xalq ham to'g'ri tushunib, men taraf bo'lyapti mana shu insonlar ham. Yaxshimi? Buni qara. Mana, xo'p. Aha. 12:45, ertalab soat 6. SHJX, Sharmali shayxmi? Deyamiz. Bo'ldi mana. Garang. Sharjah, Dubay. Sharja onasini ham bizdan 500 kilometr uzoqlikda. Mayli, taksi bilan yetib olaman, u problem emas. Men Abu Dabida poytaxtda yashayman. To'g'ri aytyaptimi, bilganlar yozsin. Abu Dabida yashayman, poytaxtda yashayman. Bo'ldi, Abu topamiz uni ham. Bir minut. Buni qara. Kallangni ishlatay, jim bo'lay. Nima qilyapman men? Nima bola qilyapsan? Boryapman mehmonga. Qishloqdan odam boryapti. Kutib olmaysizmi mehmon do'stim? Meni mehmonim kelyapti hozir. Menga qizig'i yo'q. Men erta yangi uyni to'g'irlagani ketyapman. Ishim bor. Buni qara. Mana xalq bor deyapti. Bolalar bittasi negativ yozmayapti. Bor deb turibdi. Bormayman, mana yozinglar mana. Men noto'g'ri maqsadga bir tushunsak emas, просто mana shu bolalarda yoniga bo'lish uchun, ovqatlarini qilib, kiyimlarini, ishlarini qilish uchun ketyapman men. Boshqa maqsadda emas. Boshqa maqsad bo'lsa men aytayam bor. Men mana o'g'aynim, yaqinim bitta xonada ikkita xona yashasa ham, bitta uyga yashasak ham
Bu meni bir kunda faqat 1-2 soat oldida kelib gurunglashganimni ko'ra. Men juda yovvoyi insonman. Mayli, men o'zim ishlarni qilish uchun o'sha yerga ishlarim bor. Men aytyapman o'sha yerga sizlar bilan Bitta xonaga kirib qamalib olaman, chiqmayman aytib qo'y. qamalavering. Menga qizig'i yo'q. Men o'sha yerda ishlarni qilish uchun sizlarni onlaring telegrafga qilish uchun boryapman. Yetadi, ishimiz, hamma narsamiz bor. Bo'ldi, so. 22-25 oqshomga, soat oqshom. Iya. Dubai International. Mana top. Aytib qo'y, chiqmayman. Kelib men bu yoqqa so'ka videolar qilaverman, chiqmayman oldinga. Men bilmadim, men boraman. Mana. Ya, buni qara. 22-25 gacha men ungacha taxlanaman. Da. O'zim ertalab soat 4 ga tushsam, portishda ovqat yeb turaman, soat 8 da bo'ladi. 8 ga kelib meni olasizda. Onasini ham sen it bilan oldinga chiqmayman. O'zim boraman, topib olaman. Kuchli bo'lib qolay chiqmayman oldinga. Oldingizgacha o'zim borib olaveraman, po'xoy. Mana. Iya. Meni topolmaysan. Yotib olaman aeroportga. Aeroport bizdan 50 kilometr uzoqda. Mayli, men o'sha yerda boraman, zato o'sha yerda yotib olaman, o'sha yerda o'zim uy qurib olaman. O'sha uylaring tagiga borib yotib olaman. Mana Chiqmayman, men topolmaysan. Iya. Yuragim siqilib ketdi, meni ham bir borib aylanib kelishga haqqim bor-ku. To'g'rimi jigarlar? O'sha yerda borib, mana shu bolalarga, vidushi bolalarga men ko'mak bersam, nima qilibdi? To'g'rimi? Mendan nima ketadi? Luchi ponchekka po'q bormaydi men turgan joyda. Bir marta yo'qotib qo'ydik bu balani, islaringga bo'lsa. Endi qo'ldan boy bermaymiz. O'zim boraman. Nimani qo'ldan bol bermaymiz? Sizni-da bir marta yo'qotib qo'ydik. Kimlargadir yem bo'lib ketdingiz mana, yuragingiz qancha siqilib. Luchi o'zim borib bu safar ishlarni hal qilaman. Menga qoldi. Men ko'rishmayman aytib qo'y. Rostini aytyapman, xafa bo'lma. Menga siz uchun boryapmanmi? Men uchun kelsan ham men sen bilan ko'rishmayman. Men o'sha yerda uylarda ishlarni qilib, yangi uylar joylashtirmoq ish uchun boryapman men. Meni ish qilayotgan odamlar ishlayotibdi. Men 2 kundan keyin men o'shalarda boshiga turishim kerak. 1 minut. O'shalar boshiga men turishim kerak. Noto'g'ri tushunmanglar. Meni pul necham kelyapti? O'zbeklar bilan ko'rishmayman. Bo'ri o'zini mahallasidan, o'zini territoriyasidan o'qimaydi. Yaxshi. Tushunding? Bo'ri chetdan o'qilar. Mana gaplar sizga tursin. Bo'ldi. Biz qaytib bormaymiz. Biz bu taklifni bir marta bitdik, qaytib bermaymiz, bo'ldi. Ponni boradimi, ommi boradimi, po'xoy. Endi ponnicha kecha bilet olib qo'ydi 10-cheklovga. Ponnicha kelyapti. Rostdan-a? Mana xalqdan so'ra. O'shalarga bergan mehringizni shu bechoraga ham ozginasini bersangiz bo'lmasmidi? Hozir telefondan chiqarib olasan, bilasan, sug'urib olasan hozir. Ko'rdingizmi? Men sevgimni qadriga yetmadingiz. Chegarlar nima qilay? Boraymi yo'qmi bugun?
Ya buni qaragani. Xalqdan bir so'ray. Xalq mana hammasiga pravdu ko'rib turibdi mana shu yerdagilar. Pon necha keladi, pon necha. Mana hamma borsin deb yozyapti. Mana ming taraf hamma. Mana Pon o'qing. necha. Pon necha kelsin deb yozinglar. Pon necha Boring. kelsin. Bo'ldi mana shu xalq rozi. Xalq rozimi? Bo'ldi shu. Ya jinnimisan. Xalq aytyapti, menga nima deysiz? Men o'zimning fikrimmi? Mana shular aytdi. Pon necha keladi? Ekonomik klass 22 va 25 da o'chyapman bugun. Sardor aka? Xafa bo'lmagin, men seni oldinga chiqolmayman. Men aeroportda yashayman unda. Dush bor mana bu aeroportda, o'sha yerda cho'milib olib yashamoqchiman. Aeroportda faqat tualet tamom. Mayli, kutaman o'sha yerda bir oy, 2 oy yashayman aeroportda. Olmasangiz. Qolib ketarman. Ya tavba qildim. Qanday jinni insonlar bor bu hayotda? Yozinglar, hamma mana bor deyapti, mana. Bor deyapti, mana ko'rib qo'yinglar. Xalq ming taraf. Shular oldiga bor. Yo'q. Men yangi ishlarim bor deyapman-ku Dubayda. Uylar telegrafkalarni qilib o'zimning ishlarim bilan shug'ullanishim kerak. Pon necha kelsa kelyapti-da, pon nechani kutib olishim kerak. Oylar Xo'ja akani bitta gapi esimga tushib ketdi. Seksga loyiq bo'lmagan insonlar deb boshlaydi-ku. Mayli, zorimiz bor, zo'rimiz yo'q, bormayman. Ko'rishib qolamiz Turkiyaga borganimda. Kerak emas. Turkiyaga keziz hayotda ko'rishmayman. Endi siz bilan 10 million dollar bersalar ham ko'rishmayman. To'g'ri qilasan. 10 million dollar pul berib Sardor bilan ko'rishtsam pashol naxo deyman. Menda ham g'urur bor. To'g'ri qilasan. Hali shunday kunlar keladi. Men bilan ko'rishish uchun nimalar qilasiz, nimalar. Afsus. Yomon ekansan. Hali pon necha kelsa multiging ham bag'dan yonadi, bag'dan sen yonasan, yomon qiziq bo'lamdi deymi? Yo'q, prosto qarang. Kechiz tanishgan odamlaringizga shuncha shans beryapsiz, bitta meni ko'rolmadinglar. Ey, mayli, yo'q demayman. Turkiyaga boraman. Ko'rishamiz. Shuncha fohisha bilan yurganingizdan keyin menga nima kerak qoladi, Sardor? Onasini ham sen hali yigitligim olinmagan. Endi u bilan ko'rishyapsiz, bu bilan ko'rishyapsiz. Mana biz ham qisib yuribmiz. Qiz bola. Ular ham qiz bola. Ular ham qiz bola. Bo'lmasa biletni olaman. Mana bitta bossam bo'lsa, mana bitta bosishimga qarab turibdi. Ola qolay. Yig'ishtaring. Meni mehmonim bor. Men dogovor lavz qilib qo'yganman kecha. Pon necha kelgan payt sen bilan gaplashmayman. Qanday qilib ikkalamiz? Men oldinga chiqolmayman. Rostagam aytyapman. Dubayga kelibdi Maftun degan bunaga Farg'onalik qiz. U ham ko'rishaylik deb 3 kundan beri yozar. U bilan ham ko'rishganim yo'q. Boray bitta ko'rishaylik, video qilaylik dedi. Men aytdim, yo'q, kelyapman. Ko'rishmayman dedim. Endi birorta bir restoranga uchrashib qolsak-chi balki. Endi Turkiyaga borganimizda uchrashib qolaylik. Yo'q. Ya. Dubay. Shokir do'stimga xotin qilib bersammikan shuni? Do'stga o'rtatadi do'stim. Agar shu Ponni bilan ko'rsangiz sizni oq qilaman. O'ylayver Sardor aka. Qachi. Rostdan aytyapman. Onasini ham butun dunyoni qizlari, butun TikTok qizlari yonadimi deyman. Agar shu qiz bilan ko'rsangiz oq qilaveraman aytib qo'yay.
Umuman gapirmayman. Polnicha bilanmi? Kecha kirsam mana pultiga ham yig'ilib o'tiribdi. Yangi qiz topibdi, sevib qopti, tomosha qilib o'tirgan ekan. Mani ko'nglim bo'lmayapti-da shu Ponni-Monninga. Prosta. Ne o'ylab qarasam bo'lmaydi. Hech qirg'iz qizlar bilan gaplashmagan ekanman. Bitta gaplashib ko'raychi. Darrowdan ko'rish bo'lmaydi. Agar shu bilan ko'rsangiz bo'ldi. Yuragimdan ham, miyamdan ham o'chirib, sizga bo'lgan nafratim uyg'onadi. Buni qara. Men bormaymanmi, u qiz ham bormaydi. Всё. Agar u qiz borayotgan bo'lsa, shu biletni hozir olaman. Hozir 45 taman bugun uchaman, ertalab Dubayda bo'laman. Agar o'sha qiz bossa, yerni tagidan bo'lsa ham topibman, barib topib boraman shoy. O'li agar topib boraman. Da, mana. Mana. Agar o'sha qiz kelayotgan bo'lsa, men ham boraman. Qanday bo'larkin bu? Menga qiziq yo'q. Ponnini qanaqa qilib ko'rsa bo'ladi? Ponni videochalar chiqadi, o'zi chiqqandir ham. Tushundingizmi, Sardor aka? Sen bilan Turkiyada ko'rishamiz. Agar shu Ponni borayotgan bo'lsa, men ham boraman. Men hozir mana shu biletni olaman. Men ham ketaman. Och bo'lsin. Ko'rishmaymiz sen bilan. Sen bilan faqat Turkiyada ko'rishamiz. Istanbulda. Turkiyada yer qimirlabdi deyishadi, tinchmi? Hozir yaxshi bo'lgan. 6.5 shunday bo'ldi. Yomon qimirladi. Yo'q. Yomon qimirladi. Yillar. Uxlayotgan joyimizdan yotoqlar, короче, shunaqasiga borib kelib, shunaqasi, tavba qilib. Yomon. O narsani endi o'tgan safargi videolarini ko'rgan edim. Voy, billat. Qaysidir qishlog'imi, qaysidir rayoni yomon yo'q bo'lib ketdi-ku tayyor. Da, 12 ta viloyat shunday bo'ldi. Boshqa 16 ta viloyat. Hozir Istanbulda bo'ldi bu safar biz. Istanbul yaqinida bo'ldi. Nima uchun unday zilzila bo'lyapti Turkiyada? Turkiyada anaqasi bor. Hayxatti degan narsa bor. Yer tagidan anaqasi, vulqon chuqur bor-ku. O'sha juda ham ko'p dengiz bo'lgani uchun bo'shliq bo'ladi-ku. Bitta juda ham ko'p. Endi kattasini ham keladi deyishadi, bilmadim. Esa hech kim qolmaydi. Xudo asrasin. O'shuni qancha o'zbeklarimiz bor. Alloh asrasin Turkiyani. Musulmon davlat. Yaxshi odamlar ham ko'p bitta. Ya, Istanbulda yaxshi zo'r odamlar ko'p. Onasini ham o'sha videolarni ko'rdim. O'sha yaqin o'rtaga bo'lgan o'sha yer qimirlash. 2 yil oldin fevralda. 6-fevral. 2. Yo'q, yaqinda bo'ldi. Yaqinda bo'lgani Istanbuldagi 6.2. 6 bar bo'ldi. Ana shu yaqinda bo'ldi, to'g'rimi? 15 kilo qoldi. Yomon boshqacha bo'ldim bir-ikkita videolarni ko'rib. Odamlar ko'chalarga chiqib yotib, necha kun qimirlading bu? bir kunga 12 marta qimilladi. Bittasi eng kattasi edi o'sha 6 barlik. Keyingilar 4, 3, 5. Bari qo'rqdi-da odamlar.
Yer qimillasa birinchi bo'lib mani o'yim cho'kib ketsa kerak. Men cho'kaman, odamlarni ustiga tushaman plan bo'yicha. Tavba de, onasi yomon narsa u. Yo'q, qo'rqinchli. Endi. Yolg'iz asrasa. Onasini ham bunday narsa hech joyda bo'lmasin. Ovqatni yoribsiz do'st. Ovqatni yoribsiz. Nima yeyapsiz? Bilaman. Xo'sh bo'lsin. Go'shtcha, kartoshkacha, so'ygan. Mazza. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz oshmi? Eng yaxshi ko'rgan ovqatim mastava. Mastava. O'zim borib qilib beraman. Achchiqqina mastavalar. Sho'rva. Yana boshman. Men nima deyapman, bu nima deyapti? Nima qilibdi? Sirkga borib o'zim ovqatlar qilib, uylar ishini qilib yurishim kerak-da. Atala qilishni bilasanmi uni? Unlik. Unlikmi? Bitta atala chalish bo'lgan, bitta atalaqa. Abitga turay boshlov. Atalasan, chiroyli unchon olib kelasan. Qo'min. Onasini bitta atala chayli. Buni chamgisi osh qildiraman. Osh qilishni biladimi o'sha qanchiqlar? Ha? Osh qilishni biladimi? O'ziga bezak berishda boshqa ishtimaga yaramaydi bular. Ha? Tokchaga olib qo'yish kerak ularni. Hamma joy tabiiy qildi. Mana aytsa bo'ladi. Haqiqiy mehnatkash inson deb. Yoshgina hamma joy tabiiy. Labi ham bo'yalmagan, pomadam qo'ymagan. Men estetikdek ko'rinyapmanmi ko'zingizga? Estetikmi menda tabiiy bo'lmay? Estetik biron joyimga estetik bormi? Даже makiyaj qilmaganman. Nima uchun mamalaring unday katta tarib ketgan? Tavba qildim. Qani? Yo'q-ku. Videolaringda ko'rdim. Ko'milmas. Qilma. Kattarmagan? To'g'ri shunaqa. Qo'l tegmagan, kichkinagina bo'lish kerak-da. Shunaqada. Seni katarib ketgan. Qo'l tegmagan. O'zi shunaqa. Tabiiy. Soch oqarib. Bu sochim oqmas, bu piyozga qilingan, sariq qilingan. Men tabiiyman. Yaxshi bir maslahatli ish aytuvdim. Sirkga borib, birga yangi uylarga o'zim pardalarni taqib, ishlarni qilib, bir mehnat qilib. Bu Karvonsaroy emas, bu yoqqa dokument qilish kerak. 3 oylik, men ham yillik emas, bir 10 kun, 15 kunlik bir legirovka qilgani boryapman. Men yotib olmayman aytga borib. Meni kim deb o'ylayapsiz? Uylarni joy-joy qo'yib qaytib kelaman yana. O'lib turganim yo'q. Oy, onasini cho'cha. Limonli emasmi? Chotki cho'cha. Mana shu qurolli xizmatini qilay deyapman-da, men ham bolalar. Men qizlardan qo'rqaman, to'g'risini aytsam. Ana shu qo'rquvingizni birga yo'q qilamiz, mana biletni oling.
Yo'q, qo'rqaman. Bo'ldi, rozi bo'ldi, mana rozi bo'ldi. Всё, bilet olinyapti. Oma. Sardor aka, qarang. Oma. Chiqmayman, aytib qo'ya, chiqmayman. Ularga chiqmayman. Prosta. Topolmaysan. Yo'q, oma. Men qizlardan qo'rqaman, to'g'risi. Deyapti-yu. Hazillashyapman. Ponicha kelsa ham o'zi boshqa gassisiyada turib, o'zi mana shu yerda aylanib 1-2 marta shu ovqat-poqatlanish, restoranda ko'rishmasam, u bilan ham ko'rishmayman. Allohga shukr. Ey, polnicha aylanishga boryapti. Men uyda telegrafga qilgani boryapman deb turibman-u. Yo'q. Bor. Boraman. Ya jinnimisan. Men o'g'lim bilan yashayman. Men siz bilan turmayman, og'irligim tushmaydi. O'zimga bitta gostinitsa topib olaman, ko'chaga qo'ymayman. Turkiyaga boraman, yaqinda Yo'q. ko'rishamiz. Turkiyaga ko'rishamiz. Siz kelsangiz men ko'rishmayman. Buni qara. Sen kelsang ko'rishim men kerak ekan, lekin men borsam sen ko'rishmay ekansan. Qanday bu gap Meni bo'ldi? rad qilib o'tiribsiz, mana shuncha odamni ichiga, shuncha. Mana O'sha 200 ta odam bor. Hey! Voy jalla, mingta bo'lib ketibdi mana. mana shunday pazor qilib o'tiribsiz-ku. Mana bor deyotganlar onlar bor. U meni fikrim. Men o'zim juda yaxshi bilaman hozir qayerga borishimni. Biletni olaman. Mana bu oyda katta ko'rishayotgan odamlarim bor. Aytib qo'yasing. 5-6 kundan keyin Merjan akam keladi. U kungacha men qaytib kelaman. Undan keyin Sulton akam keladi. Yaxshi. Men o'zim yaqin akalarim bilan Dubayda ko'rishmoqchimiz. Meni vaqtim bo'lmaydi. Shuning uchun xafa bo'lman. 6 kungacha men borib qaytib kelaman. Men borib qaytib kelaman o'zim. Mana kakrasi soat 14:10, 14:30. O'zimga mehmonxona ham rezervation qilaman. Mana hammasi tayyor, kelgan, hammasi tayyorda. Men chiqmayman. O'zim yura olaman. Men tilni bilaman, inglizchani. Luboy taksiga borib, Anetga Burj Xalifa mana shu hotel, olib bora oladi meni. Burj Xalifa mendan 200 kilometr uzoqda. Men hotelni topib bir joyga joylashaman o'zim. Shuncha bu Italiyaga borganman, Germaniyaga borganman, birov meni kutib olmagan. Men o'zim bitta sayohat qilganman. Yuragim o'sha yerga ketishni xohlayapti. Ketaman. Assax Dubay hozir. Yo'q. Men ko'rgim kelyapti hozir danli moment. Ko'palliklarni olib qo'yibman. Ketamiz. Kim nima? Burj Xalifani ko'rging kelyaptimi? Kelib o'zing ko'rib ketib, bemalol. Lekin men ko'rishmayman. Qizim topib olaman işte. Onasini endi bironta bir sen bilan bobom ko'rishtirib qo'ysanmiga? TikTokdan bir bobo topdim. O'sha bobo bilan ko'rishtirib qo'yishim kerak ekan. Men chollarga kunim qolganmi? Chollarga kunim qolganmi? Bilab, odamlargachi shu asl basharangni ko'rsang o'zi yoqmaysan, hayot shunaqa.
Odamlarga bunday spo bo'lib o'tirishing kerak-da. Bilmayman, ko'rganim yo'q, tavba qildim. Kimni bo'yayapsiz sen, yoqasan. Yoqmaysan bularga asl basharang bilan. Ishon. Maska taqib o'tirish kerak. Maska, u menda maska yo'q-ku. Seni yomon qiz deyotganim yo'q-ku. Nima deb chaqirmayapsiz bo'lmasam? Ponnechani kutyapman. Pashol poni ham ular. Hozir. Agar o'sha qiz bilan ko'rishing qani men nima qilaman? Nima qilasan? Hozir o'sha bitta bir nimani bilib qolsam, sezib qolsam, shunday bilet olib, ana shu kun uchib borib men sizni topmasam, ana keyin nima desangiz, mana shu xalqam eshitib turibdi. Ponnecha chaqirib qo'ydik-ku. Agar shu qiz bilan ko'rsangiz, Sardor aka, boraman, o'sha turgan hotelistagi yotib olmasam, men odam emasman. O'sha yerga yotib olaman. Atay qilib borib olaman, ishoning. Bu safar meni hech kim qaytarib qola olmaydi. Men turmushga chiqmagan yosh qizman. Kanishda bir sevgilim yo'q, meni tutib turgan odamim yo'q, всё. Men o'zim fikrim bor. Turmushga chiqmagan yosh qizsan. Mehribonman. Oroldan bormayman. Bugun bitta zapravka qilib kirish kerak shundan. Yo'qmi yo'qadi mana shu pichini. Sizga nima olib boraman, asalim? Nima? Jonim. Meni qizlarga temperaturam bor. Men o'zim o temperaturada kolla qilib, to'g'rilab qo'yaman jonim. Nima olib boraman sizga? Yo'q, qizlardan allergiyam bor meni. Men o'zim to'g'rilab sizni qaytaman. Yo'q, men qizlar ko'rsam ana bo'lib qolaman. Qo'rqib, hurkib qolaman. Yuvoshman men hech nima qilmayman. Yuvoshginaman. Qo'rqaman. Sendan qo'rqaman. Nima borasiz, ayting. Men hech narsa olib kelman, hech narsa seni ko'rmayman Qanchalik sevadi. Hech nima bo'lmaydi, o'zing ke demoqchi. Men tushundim. Sen bilan Turkiyada ko'rishamiz. Turkiyada odam ko'p bo'lmaydi. Dubayda odam kammi? O'zi nima bo'lish kerak? Men bu Dubayga borishimdan maqsad ham aylanish, ham sizni ko'rish, ham shu ishlarim bor shu yerda bitta o'shalar. So. Aylanib, yana Burj Xalifalarni, Ko'rmaganman. Dubayda hamma joylarni ko'rib, Nahotki bir bechorani bitta orzusini amalga oshira olmaysiz? Onalarni insani nima qilsam ekan, Shu orzuyim armon bo'lib qoladimi? Men prosta hozir qilayotgan ishlarim ko'p demoqchiman. Bo'ylab bo'shayman. Qaysi paytgacha? Bir oydan keyin bo'shayman. Unda u qizi ham bormaydimi? Kelib ketarmiz. Unda men Yey. 25 uspet qilamizmi aeroportga borishga hozir soat 2 gacha? Peristaltika chiqyapti-da biletlar. Mana. Meni Ekan.
22 3 dona o'tirayotgan qolibdi. Shuni ola qolay. Shuncha odam o'ylayapman. Men oxiri gapimni aytib ketaman. Ko'rishmayman. Men o'zim ishlarim bor, o'sha uchun boryapman. Kelib aylanib bemalol ketaver. Men ko'rishmayman, sog' yaxshi. Men olib qo'yaveray. Aeroportga borib yotib olaman-ku. Boraymi, bormaymi yozinglar mana. Xalq. Qochsa qochaversin, o'zi biladi. Men boraman. Bu safar fikrim qat'iyan. Mana hamma men taraf hamma bor deb turibdi. Kanishni. 22:15. Ertalab soat 3:40 da SJ. Shoshmanglar, o'qiylikda birinchi. 5 soat ekan, bizdan. Bor. Kanishda nimaga bormayman? Nimaga? Mana hozir xotirjam rezervation qilib qo'yaman, baribir nima bo'lsa ham. Aha. Okey. Sabihaga o'shandan o'tsak. Boraman kanishni. Menga ishonmayapsizlar. Montiklarga vaqt yo'q. Men o'zim borib hal qilaman hammasini. Ko'rsat. Hozir yozib olaylik. Qani boyagi. 22:15. Albatta boraman. Shohruxxon bilan Kajol kim nimalar qilgan bir-biri uchun. Nahotki men bu inson uchun bitta Dubayga bora olmasam. Puskay Dubay. Kanishna ketish kerak. Zerikdim o'zish turishga ham. Mana azizlar, biletimiz ham tayyor. Vaqtlarni ham ko'rishlaring mumkin. Unda men bir dush olib, bir yuvinib, o'zimga qaray ozgina. Yaxshimi? Men o'zimga qaray. O'zlaringni asranglar. Men bugun oqshom utsam, ertalab o'shda bo'laman. Albatta. Shaxsiy belgilarni yuvinib bor. Albatta o'z kiyimlarimni taxlayman. Ketaman. Onasidan zerikib ketdim men ham. Bahorada aylanib ham kelardim. Dubai izin yo'q, deport. Nimaga? Poxuy. Men ana emasman. Meni turk fuqaroligim bor. O'sha yerdan ketamiz. ID'miz bilan ketamiz. Ism, familiya kiring. Men vatandoshligim bor Turkiya. Ular problema emas men uchun. Hammasi hal. Mana do'stlar, bilet. Hammasini hal qildim mana. Pegasus bilan ketyapman. Amin qichmay o'l rahmat. Mashitdan Sharjah degan joyga ketyapman men. Hozir men qizlar bilan ham biroz gaplashay. Zerikib turgandim.
Azizlar bay bay. Hammaga sog'lik, salomatlik. Dubayda ko'rishguncha. Xayr, men ertalab Dubayga bo'laman azizlar. Zerikib o'tiribmiz hammamiz. Bir aylanib kelaylik. Nima dedilar? Boraman. Muzik сказал, muzik delete. Avvaldan ketib bura. Asalan, men ID kartamga olaman biletni. Menga problema emas Dubay ketish. Hech qanaqa viza ham kerak emas. Kirash mana biletni oldik. 22:15 da uchyapman. Da. 22:15 da uchyapman. Xayr, bay bay, sog' bo'linglar. Oqshom aeroportdan tashakkur ederim, sog' olun. Oqshom aeroportdan efir ochib, o'z ko'zlaring bilan shohid bo'lasizlar. Mana bilet. Bay bay. Yaxshi qolinglar. Volidam